Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Partikomining bosh sekretari Jin Chuangu 23 may kuni Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish komitetining yig'inida alohida so'z qilib, 2021 yillik xizmat o'rinlashtirish haqida tafsiliy tushuncha bergan. Xitoyning koni bo'lgan Tangirtaq to'rining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq hukumatning hamma katta boshlari qatnashgan mazkur yig'inda Jin Chuangu 3-navbatlik Şinjan xizmat yig'inining ro'yini qat'iy ijro qilish, shuningdek Xitoy Kompartiyasining markaziy komitetining atalmış Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish yo'l yo'riqini markaz qilish, ijtimoiy muqimlik va amillik yaratishda ching turish, qonun bo'yicha idora qilishni barcha xizmatlarda amaliylashtirish deganlarni alohida ta'kidlab o'tirib qo'ygan. Shuning bilan birga atalmış terrorlikning oldini olish va muqimlikni saqlash, fuqarolarga qulaylik va xotirjamlik yaratish, fuqarolarning manfaatini qo'g'dash uchun qonun bo'yicha idora qilishni to'liq amalga oshirish lozimligi haqida so'z qilgan. Bu yil mart oyida Jin Chuangu siyosiy qonun sohasidagi safarbarlik yig'ini chaqirib, ulardan atalmış mutlaq sadoqat va mutlaq ishonchlik bo'lishini talab qilib, siyosiy qonun sohasidagi barliq harakatida Xi Jinping va Xitoy Markaziy komitetining chaqirqi va qo'mondonligiga amal qilish kerakligini talab qilgan. 14 mart ochilgan siyosiy qonun qo'shini tarbiyasini tartibga solish safarbarlik o'rinlashtirish nomli bu yig'in xalqarada Xitoyning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini javobgarlikka tortish chaqirig'i bargan sari kuchayotgan mazgilda o'tkazilgan. Analizchilar Jin Chuanguning qonun bo'yicha idora qilish degan so'zining amaliyotda Uyg'urlar qartilganligini, fuqarolar deganda Xitoy ko'chmanlar nazarda tutilganligini eskartib, bu amaliyotda Uyg'urlarni bostirishning bu yil texmi yuqori pallaga chiqadiganligidan berilgan bishorat ekanligini, Uyg'ur kadrlarini bostirishning har qachon atalmış qonun bo'yicha idora qilish degan nomda ijro bo'lganligini, buning Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi siyosatlardan voz kechmaydiganligining ifodasi ekanligini, xalqaro jamiyatning Xitoyga qaratgan besimlarini yanada kuchaytirish kerakligini bildirgan. Tibet ovozining dushanba kundagi xabarida 23 may kuni Xitoy Kommunistik partiyasi bilan Tibet o'rtasida atalmış 17 moddalik kelishim imzolanganligining 70 yilligi bo'lib, Hindiston, Amerika, Kanada, Avstraliya va boshqa joylardagi surgundagi Tibetlar namoyish qilish, yig'ilish qatorliq vositalar bilan qarshilik namoyish o'tkazdi. Hindistonning Dharamsaladagi Tibet xalq majlisi shu kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining Tibetni kelishim imzolashga majburlaganligi va Tibet simini qonunsiz egilib olganligini aybladi. Bayonotda garchi Xitoy Kompartiyasi Tibetni tinchlik bilan ozod qilganligining 70 yilligini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo amaliyot shuni isbotlaydi-ki, o'z vaqtida Xitoy Kompartiyasi Tibetga har xil tahdid silib, atalmış 17 moddalik kelishimni imzolatganligini. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasi hozirgacha butun kuchi bilan Tibetda zo'rlik bilan bostirib, sonsizlagan tibetliklarni qonunsiz qo'lga olganligi va o'ldirganligi. Dalay Lamaning Hindistonga surgun qilingandan keyin darhol Xitoy Kompartiyasi bilan imzolangan 17 moddalik kelishimni inovatsiz deb chakarlaganligini, barliq tibetliklar uchun 23 may Tibet madaniyati va ekologik muhitning rahimsizlarcha ziyonkashlikka uchragan qorong'u bir kun ekanligini bildirgan. Buningdan boshqa Amerika, Kanada, Avstraliya va boshqa joylarda yashaydigan tibetliklar shu kuni namoyish va yig'ilish o'tkazib, Xitoy Kompartiyasining atalmış Tibetni tinch ozod qilganligining 70 yilligi va Xitoy partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabriklashiga qarshi turib, Xitoy Kompartiyasining Amerika, jumladan dunyoning har bir joylariga singib kirishi va tor hujumi qilganligini ayblab, Xitoy Kompartiyasidan Xitoy virus yuqumining haqiqiy ahvolini yushirish mas'uliyatini ustiga olishni talab qilish bilan birga 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanarakat musobaqasining o'tkazilishiga qarshi turgan. Mazkur yig'ilishga Uyg'urlar, Hongkongliklar, Birmaliklar, Falun Gong agash kuchlari qatnashgan bo'lib, Tibet xalqiga va Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'ur xalqining kishilik huquq ahvolidan andish qiladiganligini oshkor o'tirib qo'ygan. Xitoy TikTok qatorliq 105 xil app detallarning shaxsiy uchurlarni qonunsiz to'playdiganligini e'tirof qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha 21 may Xitoy to'r uchur ishxonasi TikTok, Baidu qatorliq 105 xil app detallarida shaxsiy uchurlarni qonunsiz yig'ish va ishlatish harakatining mavjud ekanligini e'lon qilgan va mazkur shirkatlarning bu xil ahvolni tuzishga buyurgan. Bildirilishicha, jami 19 qisqa sin applari Xitoy to'r uchur ishxonasi tomonidan tilga olingan bo'lib, buning ichida TikTok, Kuaishou qatorliq tanglik app detallar bor ekan. Bu ikki xil app detaldagi asosli masala bo'lsa, zarur prinsiplarga xiloflik qilish, ular ta'minlagan mulozimat bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash qatorliqlar. Uningdan boshqa 360 tor ko'rgish va Microsoft Bing tor ko'rgish qatorliq app detallarni o'z ichiga olgan 34 tor ko'rgish va 51 xizmat izlash app detallari Xitoy tor uchur ishxonasi tomonidan tilga olingan. Mazkur app detallarda abonentlarning ruxsatsiz maxfiy holda uchur yig'ish ixtiyori bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy fuqarolarining shaxsiy uchurlari bo'lib, kun sari moda bo'layotgan chiroy tonish sistemasini xohlagancha qalayimqon ishiltish kishilarning shaxsiy maxfiyatligini qo'g'dashga bo'lgan andisini kuchaytgan.
Tahlilchilar gerçi Xitoy tor boshqarish tarmoqlari bu uqtirishni e'lon qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning mustabid hukmronligining shaxsiy uchurlarga daxl taruz qilishdagi eng chong tahdid ekanligini, Xitoy doiralarining amaliyotda nurg'un yo'llar orqali fuqarolarning shaxsiy uchurlarini egallaydiganligini bildirishgan. Ishqaldiga ujmi daraxt tikish Uyg'urlarning qadimgi davrdagi daraxt tutumi bilan daraxtni ulug'lash qarshidan shakllanib borliq kelgan xos odat. Bu xil odatni hozirmi yezi shaharlarning hammasida ko'rgili bo'ladi. Ajdodlar o'ltiroq uy yasab, muqim o'ltiroq qilish odati ko'chgandan boshlab, uyni suv eqib turadigan eriq o'stan bo'yiga selish, ujmi daraxt tikib, gul terib, ishq oldini ko'kartishni odat qilib davomlashtirgan. Ujmi daraxti baroqsan o'sadigan umr uzun mevalik daraxt. Uning mevasi yoz faslining beshida, boshqa mevalar pishishdan burun pishadigan yumron atlik, suluq, shirin meva. Uning turlari oq ujma, qora qizil rangli ujma va cheqir ujma degandek 3 xil bo'lib, oq ujma daraxti eng ko'p o'stiriladigan bo'lib, mevasi intayin shirin ham shifoliq. O kishilar kuzda tayyorlagan ho'l, quruq yal yemishlar oxirlashgan, ochliq tugab qolgan seriqtal mazgilda pishib, insonning meva yeyish ehtiyojini qondirib, quvvat to'liqlaydi. Ajdodlarimizning ujma daraxtini ishq oldiga tikishida yana savob tepish qarashimi bor. Ujma pishqanda ishq oldidan o'tgan g'arib g'uruvlar, yo'lovchilar, balalar ujmini irg'itib yesa, usuzlik qiladi. Ujma yeganlar ujma daraxt tikkichiga qo'li dard ko'msin, nozu ne'matlar mo'l bo'lsin degandek yaxshi tilaklarni tilaydi. Türk tilla divanida ujmi daraxti bir qancha joy tilga ilingan. Bu uning alohida daraxt ekanligidan darak beradi. Ujmi pishqanda ujmi daraxti bor odamlarning ishq oldigan mahalladagilar kelib ujmi yeyishadi. Shaharlardan kishilar to'plashib, yezilarga chiqib, ujmi saylis qilib, ujmi yeb, ujmining xosiyatidan bahra oladi. Ujmining shifoliq roli bo'lsa, jigar mengini quvvatlash, taratni ravonlashtirish, ta'miratni saqaytish qatorliq nurg'un foydali rollar bor. Aqil ajdodlar ujmi ikkinchi qatim pishqanda, uningdan ujmi shirnisi yasab, qish faslida atiganlik nashchida 1-2 qo'shiqdan iste'mol qilishga odatlangan. Shirnining quvvat kuchli shifoliq roli cho'ng bo'lib, ujmini quritib, vasalga qilib iste'mol qilishni g'azolanish odati qilgan. Vasalg'ami Uyg'ur tibobatida kasal davolashga ishiltiladi. Ujmi daraxti tikish Uyg'urlarning pili beqish va pilidan yepak chiqarib, atlas, shoyitovar qatorliq nafs raxtlarni to'qib, uningdan xos kiyimlarni tikib kiyishiga asos solgan. Ujmi daraxti yog'ichi alohida qimmatga ega bo'lib, uning yog'ichi ching, chidamliq, uyush, yunishga aplik bo'ladi. Şuna onundan tangla, ayak, qo'shiq o'yiladi. Çalgı soplardan tambur, ravob, tuttar, tap chambarga, sonay dastisi, nag'ir qatorliqlarni yasasa ko'rkam bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.